Voy, oyoq kiyimim qani? Voy, shu paytda yuvasanmi, olib kel. Hozir mana ozgina qoldi. Tozalab bering. Voy, kechga qovonma. Bo'ldi, mana. Nima bo'ldi endi hozir? Top-toza bo'ldi. Yo'q, rahmat. Kechga qoldi. Nuqul shunaqa qiladi. Kechga qovonman deyman, shuncha vaqtim bor. Yo, o'zi tushunmayman. Nimaga har kuni oyoq kiyimimni tozalab uydan kuzatasan? Chunki uydan toza oyoq kiyimda chiqarib borsam, yomon iflos joylarga bormaysiz. Voy. Men sizga ishonaman, uyga toza qaytasiz. Vafodorim mani, ilk bahorim mani, fasling qo'msab giryon yuragim, faslingga to'ymoq tilagim